shirin orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Bolaligi didor shirin orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Chalindi so'nggi qo'ng'iroq, ushbu kun kelar bilardik. Kecha maktab quchog'ida sho'x-shodon o'ynab yurardik. Sinfdamiz so'nggi bora, ko'zimda qoldi yoshlarim. Sinfdamiz so'nggi bora, ko'zimda qoldi yoshlarim. Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim. Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim. Sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, sizlar bilan bilinmaskan ko'zlarim. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda, unutilmas hayotim har onimda. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar.
Assalamualaikum. Hürmetli okuyucular, okuyucular, hemmenizden şuat bireversin. Bana yerli hükümet olmasın. Yarım asırda atımız var. Semiyemizde avutunuz çıkmasın, özlerinize gen sağlık olsun. Vallahinizde öğlendi kızlar çağırıp toylara katlaşabilek. Zaman parakası koğay. Amin. Mallardan oğul bıçırın bilsin, mallardan okun borlarını bitirip uyardım. Yine muharrem bir körebilek. Amin. Vallahinizde. Rahmat damla. Rahmet. Ariza. Hoca kayda o'zing ochdi. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar. Mana bizlarning maktab bitirganimizga 50 yil bo'lgan ekan. Ko'mina ustozlarimiz bor, Xudoga shukr. Ularning barına shukr, miniki kelib sinfdoshlarimiz birgalikda yig'ilishib 50 yil tadbirni o'tkazmoqchimiz, Xudo xolasa. Endi shu tadbirga miniki tayyorlanib hammamiz yaxshi kayfiyatda kelib tilaklarimizni bildirmoqchimiz. Xudoyim elimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, bola chaqalar omon bo'lsin. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Mana 50 yilda ko'rishayotganlarimiz bor. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Xudoyim tinchlikda yaxshi kunlarda qatnashaylik. Do'stlarim, sinfdoshlarim, bugun qanday yaxshi niyatni hammamizning albatimiz. Naqdam 50 yil deb, odamning yarim umri 50 yil. Qanday turibini aytsak ham yarim asr degan uzoq yoshga shuni yetirganlar shukr. Allohim, do'stlarim, Xudoyimning yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bugun yaxshi niyat bilan maktabimizga kelib o'tirmiz. Naqdam Bironyi maktab shu yerda o'qidik, hammamiz bilim oldik, ta'lim oldik, ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmatlar aytamiz. Shular bizlarni qanday o'qitdi, hayotda hammamiz hayotimizdan mamnunmiz. Hammamiz bola chaqali, aqli chaqali bo'lib o'tirmoqdayim. Hammani shu kunga yetirsin. Mana shu maktabda o'qiyotgan ustozlarimiz bor. Miniki o'zimizga sizga katta rahmat. Kelib Bironyi maktabimizdan ko'rib o'tirmiz. Shu yerda o'qiyotgan ustoz qizlarimiz. Sizga da katta rahmat. Shuni yaxshi kunga, shu avloddan avlodga yetiraversin. Shu 50 yillik deganlar hammamizga rahmatlar aytamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin. Endi yaqinda uchrasak, yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashuvlar nasib qilamiz. Hammamizga rahmat qizlarim, barimiz do'stlarim, sinfdoshlarim. Yıkılmam şöyle şu at. Yani Siz devam etmediniz. Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum sinfdoshlar. Meniki Xudoyim shu 50 yilimiz qutlug' bo'lg'ay. Hammasiga yaxshiliklar aytib o'tir. Xudoyim shu hammangizga uzoq umr tilayman, baxt davlat tilayman, kuch-quvvat tilayman. Mana ustozimiz umr yoshimiz uzoq bo'lib, Xudoyim 100 yosh bergan Alloh taolo. Allohning bergan yoshni yashab jirabilgaysiz. Xudoyim shu do'stlar, sinfdoshlarimiz ham Xudoyim sog' bo'lg'ay, salomat bo'lg'ay, o'stirayotgan o'qizlarning qiziqlarini ko'rib, aqli, chog'li, qulluq ham ko'rgay Xudoyim. Mana 70 yil bo'lib, Xudoyim endi 60 yil, 70 yil ham bermak nasib etgay. Hammamiz sog' salomatlikda, to'ylarda, yaxshi kunlarda uchrashib jirabilgaymiz. Assalomu alaykum ustozlar. Rahmat sizlarga tayyorlaganingizga 50 yil Yangan şunda bizler hammaga bersin ularni sinfdoshlar hamma qutlug' bo'lsin 50 yoshimizga bitirganimizga. Hamma ketaversin. Degan avlodlarimiz Xudo 50 yillik hammaga nasib qilsin deyapti. Rahmat jo'ra. To'rtinchi maktabdan keluvchi o'quvchilar burungidan Bironyi maktabini 1976 yilda deb atarsiz. Men vaqt deyimde o'tib 20 yil to'lib, bugun usi dargohga, toza imoratga kelib atarsiz. Xudoyim qadimlarimiz qutlug' qadim bo'lsin. Majasizgan og'alarni, apalarni, ustozimizning yo'llarini berib, uzoq yashab, Xudo xolisi sonday kunlarni ko'rib, bizlar isimizdagi shogirdlarga nasib etsin. Maktabimizdagi жағдайлар juda yomon emas. Burun Bironyi maktab qanday bo'lib oldida turgan bo'lsa, hozirgi kungacha sofi neni qo'ldan bermay estafeta kelatibmiz. O'quvchilarimiz bugungi kunda yaxshi, oldingi qatordamiz rayonda. O'quvchilarimiz ham jo'g'ari o'quv o'rinlarına har yil sayin yaxshi darajada kirib o'tiribdi. Bilim oluvlar yomon emas. Sizlar izbosarlarimiz sizlardek bo'lib, ular ham bir 50 yilda
Сондай бар тіткеріп келе беру несіп етсін. Біздер де Оразымбет аға ұқсап сөйтіп жүргенбіз, Құда қаласа. Сіздерге құтылы бәрек болсын, ол болсын. 55 жыл, 60 жыл, 70 жылдар белгілеу, төрт көз түгел белгілеу несіп ете берсін. Ол болсын, тойларыңыз той қаласа берсін. Болат, кесеңіз үсі мекен? Жағымыз ашық. Қазір демалыста енді көбісі. Sen barında. Geride kesin. Hayır maktabı. Hayır maktabı. Assalomu alaykum. Rahmat, sizlarga va ko'p yillar shu gullar bermak nasib etgan. Amin. Assalomu alaykum. Az borak bo'lay, bon bo'lay. Amin. Xo'janim. Amin. Ko'p yillar. Assalomu alaykum. Nasib etgan. Xo'p, keldim ayol. Bundan beri atlık olan değilse mi? Yüreğim geldim, yekine tattım. Bugünkü maktab bitirganiga 50 yil bo'lgan akalarimizni, sinfdoshlarni kerak bir chiroyli musiqalar bilan ichkariga taklif qilamiz. Barchamizni mana shunday yaxshi kunlarga 50 yil, 60 yil bitirgan kunlarga yetirsin. Kelingizlar, marhamat. Thank you.
hech kim o'tmasin yolg'iz. Tanholik hamisha yaratganga xos. Assalomu alaykum akalarimiz, ayalarimiz, bugungi 50 yillik yubileyimiz, yubileylarimiz qutlu bo'lsin, muborak bo'lsin. Ustozlarimiz kelgan, onajonlarimiz kelgan, yoqimli ishtaha tilaymiz, chiroyli kayfiyat tilaymiz va albatta bugungi 50 yil yubileylarimiz, 50 yildagi uchrashuvlarimiz chiroyli, fayzli o'tadi degan niyatdamiz. Xush ko'rdik azizlar. Ömürning har kuni bir emas, to'ymas, o'char oqshom bor oldinda jon. Axir ko'ylagingga qarab jannatga qo'ymas, ajrim bo'lar bir kun, savobi gunoh.
Çoyondaş kazanda şeytan ol kalar kutkarsa bir günü iman kutkarır. Nami tutgan tuzing topmay ketmasin. Har kuni uyingda yostiq yetmasin. To'rtta mayzingni qusham yeb ketar, odam zoti uyingda bo'lmasin. Bir saroy emas, och ayvon qutqarar, mezbonni sizlarday mehmon qutqarar. Assalomu alaykum, qaro ko'zlar, shirin so'zlar, aziz do'stlar. Assalomu alaykum, qalbi imonga, uy mehmonga to'la, qadrbaland qadrdonlarim, omonmisiz? Bugun xo'jayilimizda, Taqiyadosh tumanimizda 66-yil o'qishga borib, 76-yil o'qishni tugallagan qadrdonlarning uchrashuvi. Aziz qadrdonlar, aziz sinfdoshlar, xush ko'rdik yana bir marta bugungi 50 yillik bayramingiz, 50 yillik yubileyingiz qutlug' muborak bo'lsin. Yana bir ajoyib yaxshi niyat qilgan akalarimiz tomonidan mana shunday ajoyib kunlarga yetolmay ketgan, oramizdan ertaroq ketib qolgan, mana shunday yaxshi fayzli kunlarga yetolmay ketgan akalarimizga uzr so'raymiz sizlardan. Mana shunday yaxshi kunlarga yetolmay ketgan akalarimizga bir Qur'on tilovat qilish uchun xo'jalarimiz bir yaxshi niyat qildi. Bu kechamizga Najmiddin akamiz taklif qilgan. Qora akamiz, assalomu alaykum. Najmiddin aka, xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Bugungi bayram qutlug' bo'lsin. Ana endi Najmiddin akamizdan bir ajoyib duolarni olamiz, ajoyib tilak-istaklarni eshitamiz. Azizlar, bir qarsak olib qo'yamiz bugungi ajoyib kun uchun. Xush ko'rdik azizlar. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي والقاضية ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خصوصا أشكر المشفاءة قرآن صواب ثمرنا شو متوفى مذكور لا kalbayakan ruhlarına Kazarbayakan ruhlarına Kaziyatan ruhlarına Kazarbayakan ruhlarına Saparniyakan ruhlarına Gözgünekan ruhlarına
Sonluklarına, Pirkeşeker sonluklarına, Zanefer sonluklarına, Serbinaz Zafer sonluklarına, Korazgula sonluklarına, Kıdırvaleker sonluklarına, Turvalay Zafer sonluklarına, Bilcan Zafer sonluklarına, Kıdaş Zafer sonluklarına, Korazgula Zafer sonluklarına, Kuzayda Zafer sonluklarına, Berdunlar Zafer sonluklarına, Enver Ekrem Uluklarına, Abdurrahman Ekrem Uluklarına, Cemal Bey Ekrem Uluklarına da takdirde şu atarlar, mezkurelerinin, başkalarının imanlarında olay, ahiretleri Allah olay, kabırları nur olay, caylar cennet olay. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti, Rabbena tefaddal minna, inneke entes semi'ul alim. Şu atarlar mezkurelerinin, başkalarının imanlarında caylar cennet olay, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arasında mübarek olay, çok yıllar sürdürmemiz nasip etmeyi mübarek olay. Albatta Qorakamız, Najibet akamizga alohida tashakkur bildiramiz. Mana shu yana bir marta yaqinlashgan azza 50 yillik yubiley deymiz buni. Mana shu 60 yil, 70 yil bitirgan vaqtlar shunday qadrimiz buzilmasdan mana shunday fayzli kunlarda o'tirish barchamizga nasibi ro'za eylesin. Xush kelibsizlarni tabriklaymiz. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل رب أنصرني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله تعالى من الأمر يشغل الرزق ويبارك ولا رسالة ولا الدنيا مطابق ولا ونادر وصل شو كنديل شو ولاده مبارك ولا شو كفي الله شو زي ولاده نصيبك إسلام سواس مرتبة بلد ولا شو نيات الله تعالى الله. Dualar icabet olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي والوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والشهود والمشتركات والنصوات كما لنا Nerede olur sapık? Nerede olur sapık? İkram. İkramın ruhlarına karşıdır. İmanlarında kolay, ahiretinde Allah kolay, cahiller, cennet kolay, Allah Teala dergâhına niyazlar kabul kolay. Dualar icabet olsun. Bugün yerli günler barchamizga, akalarimizga, onaxonlarimizga, ayakalarimizga, qadrdonlarimizga qutlug' muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
sınıftaşlar diyenler şu yıllık bitirgenlikte bereket bir vakti. Sanırım el sağlam. Kızlar tost mu vardı? Tost mu vardı tost? Bayramdan bayramga 70 yıllıktan, 20 yıllıktan, 60 yıllıktan çekiyorlar. Hemşire yaxşı günlerin çok kolay. Bayramdan bayramga yetkizildi. Al. Otur.
umr berse yaşayabilsang to'q, ayt kimni 100 yil yaşagisi yo'q. Lek ko'ngil tubida 100 ochar bir jo'q, bir kunda bir soat turist uchun yasha. Dasturxon to'ldirma topganingni qo'y. Mayli qadam tutma diydoriga to'y. Ostonangdan kulib ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat turist uchun yasha. Yana bir marta xush ko'rdik azizlar. Ana endi akalarimizdan, ayblarimizdan bir iltimos qilmoqchiman. Ustozlarimizdan albatta biz ta'lim olganmiz, tarbiya olganmiz. Ana shu birinchi so'zlarni, birinchi tilaklarni ustozlarimizdan eshitsak, lekin ana davraga chiqib tursak, iloji bo'lsa, chiroyli bo'lib, maktab vaqtlarida bo'lib, kelib davramizga chiqib tursak, ustozlarimizdan ajoyib duolarini olsak, tilaklarini eshitsak, keling azizlar, bir chiroyli musiqalar bilan davramizni taklif qilamiz. Barcha bugungi 50 yil bitiruvchilarni davramiz taklif qilamizda, ustozlarimizdan duolarini olamiz, tilak istaklarini eshitamiz. Keling azizlar, marhamat. Yana bir marta assalomu alaykum azizlar. Azamat achimrab qo'yinglar, hisob ketiringlar. Bugungi 50 yillik chiroyli bo'ldi, rahmat. 50 yillik yubiley qutlug' bo'lsin. Yubiley deymiz endi buni. O'zimda degan mana shogirdlar ta'lim berdingiz, tarbiya berdingiz, sizga alohida tashakkur deymiz. Endi ustoz baribir ota-onamizday bo'ladi azizlar. Agar lozim topsa ota-onamiz berolmagan tarbiyalardan shu ustozdan olamiz ko'pchiligimiz. Hadis-i sharifda shunday kalom bor, onangga yaxshilik qil avvalambor. Onangga takror, onangga undan keyingisi esa otangga. Darhaqiqat ona buyuk, ona muqaddas. U bir quyoshdirki, nurini yo'qotmas. Baxtimizga omon bo'lsin onajonlarimiz barchasi, biz farzandlar ularning yurak parchasi. Lek yana bir zot bor, shu buyuk safda. Bu yangi so'zimiz otalar haqida. Ota kim o'zi? Qadriga o'tirganlar, ustozlarimizga hurmat. Boshqa Zaynab keling. Onajonlarimizga bering qadriga. Bir so'zchi olib keling. Olib keling. Olib so'zimiz otalar haqida. Ota kim o'zi? Bilamiz buni. Barcha birday hurmat qilamiz uni. Eslasak bolalik paytlarimizni, ota to'g'rilardi ayblarimizni. Mushtiqlar onamizning zorlansa-da, qo'shib qolar edik uning jannada. Qo'rqitgan bo'ladi biz kelgach qaytib, seni bermasammi otangga aytib. Toq tutib turgani kabi lolani, ota salobati bosar bolani. Uni oilada qozi deydilar. Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Keling azizlar, ustozlarimizni qo'llab-quvvatlab bugungi bayram bilan chiroyli konsert bilan olqishlab qo'yamiz. Hayvonlarimizdan mamnunmiz. Ana endi yuqorida aytgandek ustozlarimizni duolarini olsak, chiroyli tilak istaklarini eshitsak. O'zimizga shukurga Zaynab onamiz bor, Gulbashor onamiz bor. Bizlar ham ta'lim olamiz shu onlarimizdan. O'zimizga marhamat. O'tiring joyingizda. O'quvchilarning bayramlarini kutlayotgan olsun. Ben size yaşlıklarını her günün amanlıkta bu, devam parçası bu, toysunda koyacağım. 60 yıl ıslaklarından bir yıl karabilirsen. Bak, kalıpkesin babalarını okuyorlar. Ben sana yoksun. Bile bu, bizim size kararına kalkan kadar rahmet başlarımızda, rahmetlerimiz. Yaşlı kalkanın, ayrıca da varım. Babaların tutarım, Tersi cevap veremiz. Ustozlar umuman hayatımızda alohida turadi. Ana endi ermak bor. Hazırmız, aytamiz. Zaynab onamizdan, Gulbashor onalarimizdan tilaklarini eslab eshitsak, xush kelibsizlar. Sizlarga ham tashakkur. Oldimizda omon bo'lib, ortiq javoblarim, to'ylarni yaxshi kunlar bo'lib, Gulbashor rahmat.
yana bir martaba assalomu alaykum farzandlarimiz, o'quvchilarimiz. Mana 7 yil bo'lgan ekan o'qishni davom qilganimizga mana katta tantana bilan yubiley deb atirsa, shu yubileylarimiz qutlug' muborak bo'lsin. Hamma vaqtda shunday o'ynab, kulib bir-birimizning mehrimizga qonib qatnashib turgaysizlar. O'stirib o'tirgan ba'zi farzandlarimizning, nevaralarimizning rohatlarini birgalikda ko'rib, to'y tantana bilan umrimiz o'tsin. Hammamizga rahmat, buni taklif qilibsizlar, bizlar hurmat qilib, rahmat katta. Nima deyman? Xo'p, hamma shu quvonchda yuraversa, rahmat. Qurbanjonlarimiz, tashakkur sizga. Mana endi Zaynab onamizdan, ustozimizdan davom ettiramiz tilaklarni. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarim. Meni bugun to'ylarimizda bizlarga sizlar rahmat, Xudo selasin. Bizlarning cho'llarimizni bersin, tashlarimizni bersin. Meni buzilgan o'quvchilarimizni rahmat ko'rib, baxtli tahsil bo'lib, pul bo'lib, bizlarning tashlarimizni ko'rib, yuraverasizlar. Haqqimizning berekatini, haqqimizni yaxshi yo'lga qo'yib, o'ylab turishingizga nisbatan to'ylarimiz bo'lsa bersin. Hammaga Alloh qanaqasini qilsin. Albatta duolar ijobat bo'lsin. Agar endi joyingiz topsa, ma'qul bo'lsa, o'zimizga Zaynab Gulposheva sovg'alarni topshirib qo'yamiz, bir chiroyli musiqalar bilan. Undan keyin yana bir marosim o'tkazamiz sizlar bilan. Keyin chiroyli musiqalar bilan ustozlarimiz sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Yoshlar. Ustozlarimizning tilaklarini eshitdik. Ana endi ruxsatingiz bilan shogirdlarimizdan bir tilaklari bor, sizlarga degan, sinfdoshlarga degan tilaklari bor. 50 yil bo'ldi azizlar. Akalarimiz, ayaklarimiz maktab bitirganimizga 52. Bu yerda 10 deb eshitdik. Shunday sinflar ham bitirishgan sinflar. 66-yil o'qishga borganmiz, 76da bitirganmiz. Demak 50 yil. 2026 yil bu yil. Yana nasib qilsa, Xudo xolasa 70-60 yillarda shunday qilib birga nishonlash hammamizga buyursin. Ana shu kunlarni ko'rish bizlarga ham nasib qilsa. Ustozlarimiz omon bo'lsin, xo'jayinimiz bir tilaklarimiz bor, bir chetdan deydi. Ana undan keyin tilaklarni eshitamiz xo'jaga endi. Tabriklaymiz aka. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim, ham do'stlarim, sinfdoshlarim. Hammangizga bugun bayram, bugun maktabni bitirganimizga 50 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan yubileyga hammamiz ozgina o'tirishlar qilamiz deb shunday dasturxon joylayapmiz. Hurmatli ustozlar, sizlarga katta rahmat. Bilim berdinglar, ta'lim berdinglar. Meniki hamma narsani o'rgatdinglar. Meniki bizlar ham o'sha izingizdan boryapmiz sekin-sekin. Xudo nasib etgan kunlar bo'lsa, shu ko'rsatib yaxshi kunlarga bizlar ham shagird tayyorlaylik. Shunday hammangizga bersog'lik tilayman. Birinchidan og'zimichilik, serialaringizda vaqt bo'lsin, ishlaringizda rivoj. Mana sinfdoshlarimning hammasi bilan sog' salomat bo'lgay. Endi 50 yil, 51, 55, 60, 70, 80 yillarda ko'rmak nasib etgay. Hammangizga bersog'lik tilayman. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Xo'jaga rahmat. Aysanma, biroz tayyorlangan bo'yda. Biroz tayyorgarlik ko'rgan bo'yda. Organizatorlarimiz xo'jagamizga albatta rahmat. Ustozni e'zozlash har bir shogirdning vazifasi. Mana 50 yil bo'lgan bitirgan shogirdlarimizni bugun quvonishda bir yaxshi tilak bo'ldi.
60, 70, 80 yubileylerden nişanlaş nasip etsin. Biz hem niyet kılamiz, ana endi tilaklarni bir chetdan davom ettirsak, har birimiz o'zlarimizni ichimizda qandaydir bir niyatda kelganmiz, bunday bir tilak bildiramiz, bunday istak bildiramiz, bir chetdan davom ettiramizmi yashashlarimizni ham? Xo'ja aka, akalarimizdan. Assalomu alaykum. Qurdoshlarimiz, sinfdoshlarimiz, ustozlarimiz, mana shu yo'llarga yetib kelgandan quvonch ham Ramza aytganday 60-70 yillarga shu yetkazgan. Ustozlarimizdan ba'zimizda aman bo'lsa bo'lsin. Endi hammamizga da semyangizga baxt tilayman. Balalarımızın, kızlarımızın elinde baktı bunu ölsünler. Bak olursan ben elinde öğretmenim. Esselamu Aleyküm. Ustazlar, beyler, dostlar, kızlarımız, kurdaşlarımız hemen o Türkçüklerimizde size yaptığı büyükler, yedi kuvveti başkanı yani Kocaeli'nin ayetlerinde 60 yıllık yüzyıldan 70 yıllık yüzyıldan koymak nasip etken. Bu da yaş günlerimiz çok kolay toylarda, yaş günleri, yaş neslerde atlaşmak nasip etken. Bu da muammalara gelmez. Bunacana muhtamaga, qadriga ijobat bo'lsin deyapman. Duo qilib tinmagan keling o'tirlar. Gülcene'ye bu sürprizmi aytıp koyuyordum balamızda. Balamızda kızlar aytıp koyuyordum ya, sürprizmi bu. Hayır, sürpriz değiliz. Rahmat. Allah kadar rahmat kızlarımıza etibar için, Allah kadar rahmat aracılarına etibar için. Ana endi tilaklarni hojimonlarimizdan eshitamiz. Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir dona. Tangrim suyib siylagan hoji onam, boy onam deymizda, Yermayimamizdan, Gunoyimamizdan bir tilaklarni eshitamiz, undan keyin bir chetdan akalarimizdan shunday qilib ketamiz to'xtatardan. Hojimonlarimizdan marhamat. Assalamu alaykum ustazlar. Assalamu alaykum bolalar, jigitlar, sinfdoshlar, qizlar, to'dashlar. Aynan hammamizga bularni armonlarga yil yilga jetgan ekanmiz. Doim 60-70 yillardan ko'rganmaslik etdi. Alloh hammaga shukrot zavolni berdi. Hammaning taqqan to'ylarga bersin, ustazlarimizning elimizda aman yursin, sog' yursin. Ustazlarga kelganlar rahmat. Doim shu ayaklarınızı götürün, yendi. Allah verse 65, 70, 80 yaşlara diyorsunuz. Hamazga rahmat. Hücretler, Halide, Balakan, sizlerge rahmat. Boylar, ciyimler, hammanı. Odayım şu dereceye yedirgenler rahmat. Dayım bunu uzak olsun. Dayım sağ olun. Hücretler her oturganda aytatın. Berik güzel cıldarcıkları. Hiç ne vakti olmadı. Buna nasip etken ekan bugün Xudoyim shu rahmat qizlarga hammangizga Gulnora hajani da juda rahmat o'g'lim. Xudoyim hammadan tilab qabul bo'lsin. Xo'jangiz Moskvadan ketdi. Shuni to'y beraman deb. Xudoyim umr uzoq bo'lsin xo'jangiz. Bolalarni to'yini o'tkazsin. Rahmat hammangizga rahmat kelganingiz uchun hammangizga rahmat. Assalamu alaykum.
dasturlarimiz o'tib tabii ki. Hammangizga rahmat. Daimina hamma yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shunday hech vaqt dasturlar bilaverasizlar. Bizimizdan hech vaqt ayrilmasin. Hurmatli ustozlarim, men sizlarning bilimlaringiz bilan bizlar ilmli bilimli bo'ldi. Hayotga yaxshi qadam qo'ydik. Hammamiz yaxshimiz. Xudoga shukr. Hamma uyda joyda bo'ladi, hali aql, sog'liq, quvvat ko'rvatirmaydi. Bari sizlarning ta'lim bilimlaringiz. Sizlarga katta rahmat. Sizlar ham muvaffaqiyatda tarbiyat bergan bo'lsangiz, sizlar ham shunday o'rtoq bilim o'z hayotimizda, o'z yo'limizda olib ketdi. Yetir yanında misal yigitlardan hammamiz aqllar yubamiz, o'qib yotimiz. Yetir yanında to'ylamaslar topsin. Buni qo'shakam aytganday bizlar o'qiyotimiz, o'qib yetolmasa hammamiz xudosa o'qiganda o'quvchilaringiz birinchi klassda favqulodda chekkasi berib turgan. Buni bu qanday keldi. Shuna Allohga qadar shukr. Allah bo'lmasa Alloh Sayyidina Muhammad. Allah bilan amadini bersin. Qo'llarning quvvatini bersin. Subhanallohning savoblarini bersin. Do'stlarim, hech vaqtimizdan ayrilmasin. Mana bu yerda yosh qizlar o'qib yurgan. Hurmatli ustozlarim, sizga rahmat. Xudoy hammamizga sog' bo'lin, omon bo'lin. To'yimizni o'rnasin. Endi yaqinda uchrashishimizdan bir yaxshi kunlarda to'ylarda uchrashamiz. Hacımanlarımızga erimlayva, bunlarayva, Allah'a rahmat tilekler için ustozlarimizga chiroyli tileklar aytıyorlar, rahmat, teşekkür ediyorlar. Ustoz bilamiz, otangday ulug' bo'ladi. Hamisha mana shunday e'zozda bo'lib, hurmatda bo'laysizlar. Xo'jaga ana endi bir chekkadan davom ettiramiz tileklarni. Marhamat xo'jaga. Rahmatli do'stlarimga jubileyleriniz kutlu olsun dermanlarımızda. Bundan böyle Ahmet yaşlılar ustalar dedi. Yaşlılar da. Benden öncesinde kutlu olsun yaşlılar olsun. Sevgili rahmet meyveleri burada da ustalarımızdan dedi. Hemen kutlu olsun yaşlılar da öyle güzel yaşlılar olsun. Merhaba, devam ettiremiz. Al, 50 yıl güzel kutlu olsun. Ben de ama toy olsun bu var. Yok. Naziklerimiz var. Geride kutlu olsun. Bana köprüleri nasip etti. Allah Kuday ömür uzun olaydı. Hiçbir vakit etmedim. Allah'ımızdan kızlarımızdan görevimden. Ne kutlu olsun. Hemen bir yeri hemen öpüler sabah dostlarım agar 60-70 dolardan böyle vallahi sağlıktan cevaplarından çıkmayıp birbirlerine hurmatli ustozlar, sinfdoshlar, do'stlar, qizlarlar, hammangizga bugungi yubiley to'yimiz bilan chin yurakdan qutlayman. Hammangizga din sog'lik, bola chaqalar bilan omon bo'lib, hamisha shu o'ynab kulib yurish nasib etgay. Bugungi tadbirni tashkil etgan yigitlarga da ulkan rahmat. Mana ustozlarimizni chaqirib, bandlarni jiynab bunday har kunni qo'ldan kelavermaydi. Rahmat tashkilotchilarga. Aziz rahmat. Hammangizga rahmat. Bunday ishtirokchilar bo'lavergay. Davomli bo'lsin. Assalomu alaykum. Do'stlar, sinfdoshlar, bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Bayramlarni har yomon yetkazamiz. Yaxshi kunlarda kunlarda o'tishingiz kerak. Ustozlar, rahmat. Sizlarning xizmatlaringizning arkasidan bu rahmat biz hammamiz va o'ynab kulib yangi nasl yeni biz hozir 7 yil to'yimiz qutlug' bo'lsin. Sinfdoshlar, umr bo'lsin hammasiga. En sog'lik bersin, mol bo'lsin, hayot kechirin.
doim o'ynab ko'rib turardik, hammamiz. Hurmatli ustozlar, qadrli sinfdoshlarim, doimlikni yubileyimiz qutlug' bo'lsin. Hammangizga uzoq umr tilayman. Mana sizlar shu birinchi klass imtihonlarimiz, 10-chi klass o'qiganlarimiz, mana 7 yil yubileylarni shunday bir yaxshi qilib qadrlab hammamiz birgalikda o'tirgan ekanmiz. Xudoyim barchaga sog'lik salomatlik tilayman. Ustozlarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Shu ishtirokdan bolalarimizni, artiqlarimizni, chavoqlarimizni Xudoyim xizmat bilan qizlarni ko'rgaysizlar. Hammangiz Xudoyim shu sog' salomat joylaysizlar. 70 yillardan ishlatib o'tirmak nasib etsin. O'tirgan o'rnimiz hech qachon jo'nalmasin. Bir-birimizni ko'rganda hurmatda, yaxshi kunlarda uchrashib, to'y-tomosha jo'namaymiz. Mana yo'nalishlardan Xo'jakaga rahmat, birinchi boshladi. Xudoyim shu 20 yil beraman deb hammani jinnat og'iz ochiribdi. Yaxshi kunda uchrashlarimiz Xudoyim hammangizga nasib etsin. Mana kamerachilar qaramay, kamera Xudoyim nasib etib, shularga sog' salomat qilib, Xudoyim xizmatlaringizni albatta qaytsin. Hech qachon quvonchlarimiz quvonchlar bilan birgalikmiz. Qattiq quvonchlarimiz, qattiq hammamiz shunday bir yilga yetmaganlar Xudoy 60 yillarga yetarliysizlar. Yaxshi kunlarda uchrashib, har vaqt shunday o'ynab uchrashib. Farida, qadam bajida to'y bor ham bu vaqtda. Charchamag'ay. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz sinfdoshlar. Mana bugun maktab bitirganimizga 7 yil yubiley turlarimizga hammamizni tabriklayman. Shunday yaxshi kunlarda uchrashib turganimizdan fursatimiz va ko'rmagan sinfdoshlarimiz Qurbonbay va Shiko'jani ko'rib quvonib turibmiz. Bular shu uyumlashtirgan sinfdoshimiz Xo'jada bizga, Xo'janiyazga, Faridaga sizlarga minnatdorlik bildiraman. Rahmat, Xudoyim xizmatlaringiz to'ylarda qilsin. Hamma yaxshi kunlarga yetirsin. Hammamizni shunday yubiley 70, 80, 90, 100 yil yubileydan kutib olib hammamizga nasib etsin. Qadrlayman, rahmat, xizmatingizga rahmat, sizlarga hammasi yaxshi kunlarda ko'rishamiz. O'tirgan aziz ustozlarimiz, sizlarga rahmat, bergan tarbiyalaringizga rahmat. Sizlarning tarbiyalaringizning arkasidan shu darajalarga yetishib, mana yarim asrlik yubiley deb to'ylab o'tiribmiz. Hamma to'yga yetirgan. Shunda sinfdoshlarning hamma ilarga yaxshi kunlar bo'lsin. 60-70lar ko'ring deb o'tiribmiz. Xudo xolasa hammasi sog'lik bilan bo'ladi. Hammaga sog'lik tilayman. Mana ko'pdan beri ko'rmagan Xo'jani ko'rgizmaga bo'lsak, men ko'rmaganman. Mana bugungi tadbirni tashkillashtirgan qizlarimizga rahmat. Bir hafta 10 kundan beri harakatda ish qilib yugurib yotib, shunday qilib dasturxonlar yozib xizmat etibdilar. Allohdan qaytsin. Hammani yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etsin. San'atlar ustalarimizga Xudoyim shunday bir yubileylar 60, 70, 80, 90, 100larga qadrlarning ham yubileylarni o'tkazdirmoqqa nasib etgan. Bir rasmga olib. Bir chiroyli bir yigitni voyaga yetishiga bir madad bo'ladigan, quvvat bo'ladigan nima deymiz? 50 yilda bir yigit chiroyli bo'lib voyaga yetadi. Tashkilotchi deganimiz Xo'jaga. Alayimamiz var, Aysayimamiz var, Fardayimamiz var. Alohida rahmat deganimiz. Va albatta Karavan kafesine artisan yigitlarimizga, qizlarimizga alohida rahmat, chiroyli xizmat qilib turibdi. Endi hozir yana bir tilak qilsa, o'qituvchimizdan, ayollarımizdan eshitamiz. Undan keyin bir chiroyli narsa o'tkazamiz murosimadaga. Yaxshilikni istaymiz undan keyin. Hozir o'qituvchimizdan tilaklarni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz tamommi? Mana bugungi 20 yillik yubileylarimiz qutlug' bo'lsin hammamizga. Maktabda bitirgan 50 yil bo'ldi. Yana bir shuni 60 yil, 70, 80, 100 yil o'tirganlar shu qatorimiz kam bo'lmasin. Shu ko'paysa oz bo'lmasin. Hammamizga shu beto'liq tilayman. Bola-chaqamiz omon bo'lsin, uyimiz tinch bo'lsin.
Ustazlarımız var ya, ustazlarımız da rahmetli. Yaş günlerde öylerine tözler var. Altına hemen sütü topluyor. Rahmet. Hoca dünyada rahmet çok akide olsun dünyada. Ustazlar, aydınlık tekrar kabul etsin. Yollarımız bilirsin, okutularımız şu bayağı yedik. Hem asıl bir gidip okan sanatını yasbolu tuttu. Hemmesinin kasb kamallarındayım. Yaş günlerde oturabilir nasip eder misin? Vaktimiz kalmayınca Hoca'ya Allah da rahmet münevvinleştirdi. Adamlar sana rahmet. Assalamualaikum ustazlar. Rabbimiz gibi yer, Rabbimiz gibi yerler kutlu olsun. Sinyalarını sabahtan devlet, atıklarımızın yaşlıkları görün nasip etsin. Şunkum, toylarla görün nasip etsin. Hocamız size de rahmet, kızlarımızda da rahmet ailenize ettim. Şunda toylarla görüşelim. Aziz ustazlar, sınıftaşlarım benim. Her yolda olsam. Havasımız gelip vakıttı, göz değmesin. Allah'ım 60 yıllık, 70 yıllık ümidi arasında görü hemmemizge nasip etmeli. Sinyolarımızda bakın fakat dil sağlığı, ağız birçlik değil mi? Göz değmesin ağız birçlik dersi. Oynayımız azizler, gelin. Geldik, yeni bir ilan kurulsa. Oynayımız azizler. Aman ya
Barchanızda azizlar Najmat akamiz, Qori akamiz o'tgan sinfdoshlarimizni, akalarimizni, ayabolarimizni ruhlarini bir chiroyli duo qilib ketdi. Bizga yana bir iltimos tushyapti, taklif tushyapti. Mana shu o'tgan sinfdoshlarimizni yana bir esga olib o'tsak dedi. Nima deysizlar? Do'stlar, bu davr aro ne bir ajib zavqlar o'tdi. Ajal dastur tutgan yerning ko'klarga fironi yetdi. Joylari jannatda bo'lay. Ular qaytmas bo'lib ketdi. Mana shunday fayzli kunlarimizga yetolmay ketgan sinfdoshlarimiz, qurdoshlarimiz. Xudoynazar, kuyov, O'sgin, Kulash, Bazarboy, Bibijon, Karim, To'xta, Raziya, Anvar, Turmonboy, Abdurahmon kuyov, Safarniyaz, Janoboy kuyov, Umurboy, Safar Durdi, Ikrom, Turkash, Qudash, O'razgul, Sarvinoz, O'razilbat kuyov, Qidirboy, Gulnora. Sinfdoshlarimiz ruhlari shod bo'lsin, qabrlari yorug' bo'lsin, albatta bizlardan rozi bo'lgan bo'lsin. Yana bir marta bugungi 50 yosh yubileyingiz qutlu muborak bo'lsin. 60, 70, 80 yosh yubileylaringizda ham qatorlarimiz buzilmasdan barchamiz ana shu kunlarni ko'rish ro'zai nasib aylasin. Yana bir marta tabriklaymiz azizlar. Ana endi yoshlarimizni bir esga olib o'tsak, maktab chog'larini esga olib o'tsak, bir qizni esda qaroqli bo'lgan voqealarni esga olib o'tsak, eng birinchi Xo'jaga kelamiz, keling. Xo'jagamizdan bir chiroyli suhbat eshitamiz, bir yoshlikni eslaymiz birga. Hamda tashkilotchimiz Xo'jagamiz eng birinchi shu inson. Agar yo'llarda sizga bugungi bayram uchun bugungi dasturxon rahmat. Bir chiroyli narsalarni eslab o'tamiz. Maktabda o'qish paytlarida bo'lgan chiroyli narsalarni eslab o'tamiz. Marhamat. Hammasi aytamiz. Birinchi muhabbatni qarab aytaymi? Xo'p. Mana suvchilar ko'p bo'lgan, bizda har xil qizni bir esda qoladigan voqealar ko'p bo'ldi yurtdoshlarimizning orasida. Mana hurmatli o'qituvchimiz O'razmat aka. O'razmat aka bizning sinf rahbarimiz bo'ldi bir vaqtlarda 5-sinfda o'qiyotgan paytimizda. Saboqdan men kech qolib kelganman. Shunda zvonokdan bu saboq o'tayotgan vaqtda kirib kelganman. Do'stiga turg'izib qo'ydi. Sen nimaga kech qolding saboqdan deb menga bog'im chaqirib nima qilyapti. Men aytaman qo'rqib ketdim to'g'ridan. Men aytaman rahmatli onam oqmoy olib kelib meni jo'natgan edi magazinga. Oqmoy olaman deb anaqa bu anaqa nima bo'ladi-ku? Oqmoy soladigan dungul. Shuni olib qilsa qo'yganman. Shunda mana O'razmat akamiz aytdi shunda. Sen shuncha narsani olgan ekansan, dungurni parda oxirgi pardaga sig'ib qo'ysan bo'lmaydi, zo'roqdan qilsan bo'lmas dedi deydi. Shuni birinchi shomon urgan menga. Endi bolaning paytlarimiz u qiziq paytlarimiz. Bu shu urgani bizga saboq bo'ldi, o'rnak bo'ldi. Ikkinchi marta keyin kech qolmaydigan bo'ldi. Bir narsa javob beramiz azizlar. Albatta bir esga olib o'tish joiz deb bildik. O'razmat aka, ustoz esga tushdimi? Shagirdning aytgan gapi esga tushdimi? Dungur esga tushdimi? Dungur. Ha, tushmadir deydi-a. O'razmat akamiz ham ko'p narsalarni eslab o'tiradi. Qanchalar kelib ketishdi to'g'ri. O'tganlar ruhlar shod bo'lsin, bolalarni uzoq umr tilaymiz. Farida opa bir qizlarni aytib beraman hozir. Sirlarni ochamiz deb o'tibdi, keling Farida opa. Keling. Farida opamizdan ajoyib chiroyli hikoya tinglaymiz hozir. Keling.
Hocagamiz açılış almaydı öttü, ko'p narsalarni yashirdi, aytolmadi. Aytgisi kelibdi, lekin aytolmaydi da. Anisayman tanlab o'tiribdi, men eshitmagan narsalar bor ekan bularda deb. Xo'p, endi Fardiy opamizdan eshitamiz. Marhamat. Ko'katlar esingizda safarga sinfdoshimiz bor edi, Xudoyim umrlari shod bo'lg'ay deyapmiz. Tajriba akamizdan deyapmiz, klassdoshimiz edi. Safarga shunday shok bo'lgan. Bizlar kanepniga chiqtirsak Zanobga jugib deb qo'llarimizga qatlab birga o'ynab, o'sib, chekib, pardada o'tirganlar shok bo'lib, jugib kelib urib, bir kun shitmen ay safarga sen bir ko'zini ko'rsatib deb uydan qanday temir turashga o'xshagansan. Shuni olib bitga vaqtida tajribaga kelib qolib safarga nega chiqarib, pardada do'stga chiqarib, "Men qizlarga tayyorlaysan" deganda bir shapar urib edi. Keyin hamma sababni aytib beraman. Avval janob o'zing eslab bilmaysan, ana videoga chichan hammasini yozib beradi, yozuvlarni degan vaqtlar bo'ldi. Shunday qizlar. Ustozlarimiz o'rganishib bo'ladi doim. Ko'p gaplar bo'ldi endi qiziq bunday. Bir aytib nelar emas, shularga Fardiy kerak turib. Nima? Endi biz bir xo'jaga bilan viktorina qisqarmaganda edik. Bizlar yoshlar to'g'ri kelmaydi viktorina. Shuning uchun maktab paytlarini eslab qo'yamiz dedik, shu bilan kifoyalanamiz dedik. Sizda ham sirlar bo'lmadimi, hech qanday sir ne bo'lmadimi? Bilmasam qanday ekanini. Xo'jaga aytmadi, aytolmay ketdi endi. O'tiribdi. Siz aytasizmi? Ko'p bo'ldi. Topsa sirlari chaqasin degan. Do'stlardan hammasini aytib keyin hammasi bizlar biladi. Qizlarimiz bilan yaxshi. Ko'p nelarimiz bo'lgan, maqtallarda ko'p nelar bo'lgan. Sir bo'lganda men yaxshi narsalarni eslab o'tirajaqman sir bo'lganda. Hammamizda bo'lgan yoshlarimizda birinchi muhabbat degan, ana shuni aytajaqman. Hammamizda bo'lgan, to'g'rimi? Yashirib olamiz uni. Lekin hammamiz nasibamiz sarqan hayot yo'lidan ketganmiz, shuning uchun yana bir marta tabriklaymiz Fardiy opa, rahmat. Biz o'ylamadik, yaxshi bo'ldi. Bu birinchi muhabbatimiz hozirday davr bo'lganda, hozirgi yoshlarda. Shu birinchi muhabbatimizga jarish qilishgan bo'lar edi. Bu vaqtlar bizlar savdo bo'ldikmi? Bir boshqacha qizlar uyalchan, iboli bu yig'ildi. Hozir qizlar agar shu bir meni ko'rdimi, shuna yapishib barmagancha qo'ymaydi. Hozirgi yoshlarning bizlarning davrimizda ne degan farq bor. Aytacağım bana da aytolmadim. Bemal bo'lib chiqqan Adaniyaz var, Aliya var, Bayisada 5 oydan beri chiqqan To'qaygan sinfdoshimiz var. Shularning Xudoyim dardlarini darmon bergan, kasallarni shifo bergay. Xudoyim bolalarning oldida sog'-salomat yashab ketsin. Fardiy opa, rahmat. Rahmat. Canınız sağ olsun. Aldığımızda aman olun. Akalarımız, ayıbalarımız, hocalarımız var, ustazlarımız, akalarımız var. Rahmat sizga, Allohga. Rahmat. Rahmat. Ozgina bo'lsa ham sirlar ochildi. Rahmat Fardiy opa. Ota-onamiz hayron bo'ladigan bo'lgan bo'lishi kerak. Ana endi yana kimda bir chiroyli suhbat eshitamizmi? Ustozlarimizdan bo'lsa ham kimda bor bir chiroyli eslaguga orzugulik bir nima suhbat? Qadrigandami? Qadrigan telefonlar tayyorlanadi. Ya o'rnayapman, ochib beryapman, mishorda o'tgan deb. Qadriga keling, bir maktab paytlarini eslab chiroyli bir suhbat olib boramiz kerak. Shu yerda bir narsa qo'shing. Shu yerda bir narsa qo'shing. Xudo bilan ikkimiz aramiz azroq anlarimizdan bo'lib qoldi. Biroq aytishqalda prosini endi men nonga boraman, produktga boraman. Bu narsa avurda muayyan tayyorlanib olib ketdi. Çünkü evlilikten bir avcıkta kirlendiğin bizden kızlanmadılar. Bir adamın o sınıftaş koyularımızı verilmişti bu adamın da. Şunday temasılar көп olur. Kutağımız açılmadı. Kendini çıkardı. Kutağımız. Ne de olsa bildi.
Kunday bo'lsin. Sog' bo'layapsizlar, omonlik bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Endi o'tganlar o'tib ketdi, qolganlarimiz sog' bo'ling bilan. Mana ustozlarimiz bilan omon bo'lsinlar bizga. Shunday yaxshi kunlarni ko'rmak nasib etsin. Hammamizga den sog'lik tilayman, orzuchilik, sevgilaringizga boqib, ishlaringizga rivoj, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Allohim, men ham seni yaxshi ko'raman. Hatto doimlarda yaxshi ko'raman seni. Hocaga rahmat. Albatta akalarimizdan, ayolarimizdan uzr so'raymiz. Bu hazır. Albatta hazır. Lekin bir yaxshi bir savol. Sayfam chiqib ketdi, xafa bo'lib ketmadimi? Hocaga bir yurdik. Telefonda xafa bo'lmaydi sayfam. Bugun bir ajoyib, yana bir boshqacha bir fayz qo'shiladi mumkin. Sababi O'ktam akamizni tavallud kunlari O'ktam aka tabriklaymiz sizni. Bir qarsak chalib qo'yamiz O'ktam akamiz uchun. O'ktam akamizni tug'ilgan kunlari ya'ni. Hamda Sabarniyoz akamizni qizlari bor ekan. Dunyoni tavallud kunlari ekan bu. Dunyo qizimizni ana qizimiz uchun bir qarsak chalib qo'yamiz. O'ktam aka siz uchun qo'yilgan negizi bu. Siz uchun qo'yilganda bu o'tirishma. O'ktam akam qonaq chaqirib jurmasin, shu yerda hammasini kutamiz deb. O'ktam akamizdan bir chiroyli narsalar eshitamiz endi. Marhamat. Endi qaysi qiz bo'lsin, bola bo'lsin, sayt qilasizlarmi, boshqa bormi? Bir-birini yaxshi ko'rganlar bo'ladi, qo'llarda. Endi shunday bir-birini yaxshi ko'rib, biroq o'sha qanaqasi yetolmayapti, uylanolmayaptilar bor. Agar asilasi ya aytgan yerlarda ko'ylakni qizlarlar degan aytmani chiqarmaydi. Endi bizlar ham arasida jurdik. Jurganda bunday bir jurganmiz endi. Yaxshi ko'rdingizmi? Birga voqea bor, birga qayta qo'ygan. Endi buni apalib qo'ygan, variant Astrovga yetirdim. Bular sayt qilasangiz, o'sha aralashib ketdi. Ayıpan seviyorsun karadan ekan. Ayıpan seviyorsun. Geçtiler de o bezatlar geçtiler değil. Yoktan çıktı. Ya yok Ayıpan. Var orada çıkartırlar yok orada. Yaş vakti ende asar bir oyun kurdu, şokuk falan. Mana hammangizga da sen yazda baktırayman, hech kim bakt yatmasin. Bunday o'yin kurdu, men ayirmasin. Bunday yaxshi kunlarda bo'lishadi. Tabriklaymiz. O'ktam akamizni tavallud kunlaridan chin yuragimizdan muborakbod qilamiz. Xo'ja akamizga beramiz yana. Kechirasan jo'ran tug'ilgan kunlaring qutlug' bo'lsin O'ktamda. Doim shu yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Duolardan qo'shaqarib baxtli bo'lsin, bolalarning aqtiqlarini hayotini ko'rmak nasib etsin. Mana qolaversa kecha tug'ilgan kun bo'ldi, Nabulxonning ham tug'ilgan kunlari qutlug' bo'lsin. Ularning ko'rcha shunday qo'yayapsan. Nabulxon, ha buchilar nomlar. Hadi. Buchilar mana o'tirdi. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin, Nabulxon. Xudoy uzoq yashashga, yashashingiz uzoq bo'lsin. Adabingizda omonligingiz bilan. Shunday yana kunlar tug'ilgan, esingizdan chiqib ketmas edi bu. Kunlar tug'ildi. Ha, yaxshi. Senaba, Hacımama, Kulpaşaba, Ahmet Deva, Ahyaba, Allah'la. İsteyiz mi? İsteyip kuramız mı? Düşünüyorum da iyisi. Evleyba, ana babasam, onda devamlı olmasa, yana bir oyun davrasına başlasak, bir Xorazmcha jur qo'shiq o'ynasa, bundan keyin Zeynep babamızın hurmatına bir jur qara qalpoqcha bo'lsa, nima deysiz, Gulbash opa? Siz o'zbeksiz, to'g'ri, lekin baribir ustozimiz biza endi Qarabog' Moskva bo'limi o'zini ana shundayda вообще-то umuman yezamizdan hurmati uchun tabriklayman. Aqti keldi bo'pti, Zeynep
olmamız. Bu konsertçileri tavrılar koyamız. Tavrılıyız. Bize nasip etken. Artık toylarına nasip etsin. Meri yıl sanama tomurumuzdur. Su alıp turuptu mana bu tuproqdan qarilgan zo'ra xamirimizni farqim nima aytgan o'zga qo'noqdan o'tovli uyli el bir darmiz axir ayrib bo'larmi endi tirnoqdan qiyomatli do'stim qo'rdosh o'rtog'im qadrdon irimsan qora qalbog'im bir qarsaklarimiz azza keling o'yinimiz mazza qilamiz qarab o'tirmaymiz yana bir marta 50 yosh yubileyda to'yda barchamizga qutlug' muborak bo'lsin. Onajonlarimizni hurmatini, ustozlarimizni hurmatini bir juft xorazmcha qo'shib qo'yamiz. Marhamat. Keling. Aysa
Davulcan Aga. Rahmat. Davulcan Aga. İnşallah oynayımız. Fakat oyun davrası kaldı seni bir yana. Hocam gel. Hocam gel. Gel bir kanal bakışı oyunumuz. Rahmat. Hayırlarımızı kurmalar. Sizin formatınızı yapıp formatınızı çağırdığımız. Genç bir format. Formatınızı çağırdığımız.
50 yosh yubiley deymiz endi bitirganimizga ana endi so'rovlar bo'yicha ey sinfdosh. Marhamat. Sinfdosh. Kelamiz,
yaxshilik uchun ustozlarimizga hurmatimiz baland. Zaynab Gulboshshaba rahmat. Kelganimiz uchun rahmat, hurmatimiz uchun rahmat. Davom ettiramiz o'yinlarimizni rasmiy desat. Rahmat.
olsun. Amin. Başlarınız yaş kısa olsun. Amin. Ballarınızı öğlendik kızlar çıkar. Toylarını koyabilirler. Amin. Bizlerin yaşımızı versin sana. Amin. Toptan kaçırını saklasın. Ermay. Bismillahirrahmanirrahim. Al Xudayım bergeysiz, evliya olar kollagaysiz. 18 bin alamda 124 bin paygambar, 33 bin sahaba, 12 imam 4 şariat kollab kuvvatlagaysiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah bereketin bergeysiz, kulpalarının kuvvetin bergeysiz. Allah Teala benden degesiz, Muhammed peygamber hümmetin degesiz. Har etmegesiz, zar etmegesiz, namartka düşer etmegesiz. Baklarınız yatmagay, devletiniz kaytmagay, kavupten, katerden, beleden, beterden. Ot beles, su beles, körünler, körünmez söyleden, nahak, tuhmetten Allah Teala özü saklagay. Jürgende yollarınız bolgay, Hazreti Kıdrat'a, Davut'a, pirler, mayatkar bolgay. Kudayım şu tapkalarınız yaş günlerge, yaş niyetlerge, toylarga verip şunday toylar 70, 60, 70, 80 yaşlardan devam edeverge. Bir çapana Şimdi arttı da bana çapan ustazlık senin gözün. Geçti uzun pek. Yeter et. İyi Ne oldu bu? Yaş günlerde koş geldiniz. Aman bu